Ayol kishini yuziga urishlik harom. Boshiga urishlik harom. O'lasi qilib itni kaltaklaganda qilib kaltaklab urish harom. Buni ulamolarimiz aytgan. Bu meni gapim emas. O'zbekiston musulmonlari idorasidagi juda katta ulug' ustozlarimiz, ulamolarimiz gapi. Harom ayol kishini yuziga urish, uni kaltaklash, uni eshakni urganday, itni urganday qilib kaltaklab urishlik harom. Mumkin emas. Sen meni mulkimsan deb urib hujum qiladiganlar bor. Mulking emas sen ayol kishi. Hasming seni, zavjang seni, omonat senga berilgan. Gapga ko'nmayaptimi? Uni yo'li bor-ku dinimizda. Ota-onasini chaqir, ota-onangni chaqir, nasihat qil, yaxshi gapir, to'shagingda ajrat, niqta, ana undan keyin o'ylab ko'r. Agar hayot bu sozda davom etmaydigan bo'lsa, demak, ulamolar ustozning oldiga borib yoki ajrimni yoki yaxshi yashash yo'lini maslahatini olish kerak. Avvalo erkak kishiga aytamanki, ayol sen uchun omonat, qiyomatda bu omonat uchun javob berasan. Onangni xotini emas, otangni xotini emas, akalaringni xotini emas. Ayol seni xotining.